أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum qarindoshlar. Biz bugün aziz ko'rsatmalar darsimizning 62. dersini o'qiymiz. Dersimizning mavzusi Mahdining chiqishi degan haqda bo'ladi. Biz bu dersimizde hadis ko'rsatmalari kitobimizningki 47 ve 48 hadislerini ko'rib o'tamiz. Bu Mahdining chiqishi haqida Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq deydi. En Abdullah ibn Mas'ud'un anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لتولى الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواتي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu'dan rivayet qilindi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Mubada farzan dünya bütünlay tugab, dünya tükülleri tugab, fakat dünyadan bir gün qapqasımı Allah ana aşı bir günni uzartıdı. Aşı bir günni uzartıp Allah şu gün içinde mening mendin bo'lgan bir erni yoki deydi mening ahlimdin, ya'ni mening jamaatimdin, mening nasibimdin bo'lgan bir erni Allah evatudu. Bu erning ismi mening ismimga, dadısının ismi mening dadamning ismiga muvofiq keladi. Bu odam, bu evatilgan kishi zimin xuddi zulmga, zo'ravonlikqa to'lib ketganda mush ziminni adaletga to'ldirdi. Yine Salime Ummul Mu'minin radıyallahu anhadan rivayet kılıngan bir hadiste mundaq deydi: Sami'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul el-Mahdiyu min itrati min veledi Fatima. Salime deydi ki men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaq deganligini anglagan. Mahdi mening jamaatimdin, Fatimaning ballardan qatoridan degan. Yani Eliki ismi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ismiga uygun keladigan, dadısının ismi Resulullah'ın dadısının ismiga uygun keladigan, yani Muhammed ibn Abdullah ismli kishi Mahdi deb atildiganligini bu hadisda bizga Peygamber Aleyhisselam uqtirib bergan. Hem bu Mahdining Peygamber Aleyhisselamning jamoatidan, yani Fatima ballardan ekanligini ko'rg'ili bo'ladi. Endi Peygamber Aleyhisselamning yana bir hadisi Abi Hurayra radıyallahu anhu'dan bayan kılıngan. An Abi Hurayra radıyallahu anhu قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakhrucu raculun yuqal lahu as-Sufyaniyu fi umq Dimeşk ve ammetu men yetba'uhu min kalbin feyaqtulu hatta yabqara butunan nisa ve yaqtulu as-sibyan fatecma'u lahum qaysun feyaqtaluha hatta yumna'u زنب طلعة ويخرج رجل من أهل بيت في الحرة فيبلغ السفيانية فيبعث إليه جندا من جنوده فيحزمه فيسير إليه السفياني بمن معه حتى إذا سار ببيداء من الأرض خسف بهم فلا ينجو منهم إلا المخبر عنهم. Abi Hurayra radıyallahu anhu'dan bayan kılıngan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq deydi: Dimeşkning ichidan Sufyani deb atiladigan bir odam chiqdi. Bu Sufyani deb atalgan odamga ergashgan buning askarlarining umumisi, ergashgan kishilarning umumisi Kalb qabilasidandir. Bu Sufyani degan odam o'zining ergashgan odamlari bilan insanlarını öldürdü. Hatta bu adam şu derecede eskileşti ki ayollarının kusuqdagi ballarını, yine ayollarının kusuqini yerip ayollarınki kusaqlarını yarıdı.
ayollarning qusoqlarini yerib, kichik bolalarni mu anasining qusoqlaridan ilib, ularni o'ltirdi. Bu odamlarga qarshi Qays qabilasilik odamlar hammasi bular to'plashidi, bular qarshi urush qilishga, ammo bu Sufyoni degan odam o'zining qo'shinlari bilan Qays qabilasilik odamlarning birini o'ltirdi. Hatto buning zulmi va zo'ravonligi yetmagan joy qolmaydi. Butun atrofga buning zulmi va zo'ravonligi yetib boradi. Buning zulmi zo'ravonligi hech yerdan cheklanib qolmaydi. Mening deydi Rasululloh, mening uy ahlimdan Harri degan joyda bir odam chiqdi. Buning chiqqanlik xabari mening oilamdan bir erning buningga qarshi chiqqanligi Sufyoniga bu xabar yetdi. Sufyoni uningga o'zining qo'shinidan bir qo'shinni avatdi. Shuni bilan u mening uy ahlimdan bo'lgan shu Mahdi demakchi, ularni mag'lub qildi. Shuni bilan Sufyoni o'zining qashidagi askarlarini elib mangdi. U shu mening ahlimdan bo'lgan erni o'ldirishga, uningla urush qilishga minib, u mushu zimindan bir sayliqda bayda, yine mushu Makka bilan Madina o'rtasidagi bir sayliqni ko'rsatdi. Mushu joyda bo'lgan chog'da ular hammasi yer yutqizildi. Ulardan hech kim bu yer yutqizilishdan qutulib qolmaydi. Faqat ularning ahvolini xabar beruvchi bir odam qolib qoladi. Yana mushaqda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Abi Said al-Khudri radhiyallohu anhudan bayon qilingan, Abi Said al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisni ko'ramiz. An Abi Said al-Khudri radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qala yakhruju fi akhir ummati al-Mahdi yasqi Allahu al-ghaysa wa tukhriju al-ardu nabataha wa yu'ti al-mal sihaha wa taksuru al-mashiyatu wa ta'zumu al-ummatu ya'ishu 7 aw 8. Abi Said al-Khudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilinib, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunday degan. Payg'ambar alayhisalom deydi-ki, mening ummatimning oxirida, yine zamonning oxirida Mahdi chiqadi. Yine Mahdi deb atalgan bir kishi chiqadi. Allah subhanahu wa taala bu Mahdiga ko'p yomg'irlarni yog'dirib turdi. Ziminlar o'zining gul-giyalarini chiqirdi. Yine zimindan gul-giya ziroatlar obdan o'sib chiqdi. Allah mollariga sağ salomatchilikni ato qildi. Chorvalari ko'paydi. Ummat yine kuchaydi. Bu Mahdi 7 yil yoki 8 yil yashaydi degan. Yana yuqorqi hadislarning hammasidan ko'rib olamizki, Mahdining chiqadiganligi bu qiyomatning alomatlaridan bir alomat ekanligini ko'rib olamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam zamonning oxirida nurg'un hodisalarning yuz beradiganligi, nurg'un fitnalarning yuz beradiganligi, bu fitnalarda nurg'un zulm, zo'ravonliklarning bo'ladiganligini xabar berib, uningdan keyin deydiki, Mahdi bo'lsa mushu zimin zulm, zo'ravonlikqa to'lab ketgandan keyin ziminga adolatni to'ldiradigan, ziminni isloh qiladigan zamanның ahirining hakimlaridan Mahdining zamanның ahirining hakimlaridan bo'lganligini Payg'ambar islom kushi bishorat bergan. Shunga bu hadisda Payg'ambar islom deydi-ku, bilfarz navoda dunyoning kunlaridan bir kun qolib qolgan bo'lsa, qiyomatga bo'g'li hamma kun tugab faqat bir kun qolib qolgan bo'lsa-mu, Allah ana shu kunni uzatdi. Shu kunni uzatib, Allah shu kunda Payg'ambar alayhisolamning uy ahlidan ismi Muhammad ibn Abdullah ismli bir erni chiqardi. Bu er zimin yuzini adolatga to'ldirdi. Bu er chiqishning oldida zimin zulm, zo'ravonlikqa to'lib ketganga o'xshash, adolatga, adliga butun ziminni to'ldirdi dedi. Endi uningdagi bu Sufyoni deyiladigan bir odamning chiqib, insonlarni o'ldirib, ayollarning qusoqlarini yerib, kichik bolalarni o'ldiradigan mujnaq vahshiy, nayti
qattiqqo'l insonlar maydon keladi. Bu odam yani o'ziga bir xilofatchilik bo'lishni, zaminga xalifa bo'lish uchun harakat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning jamoatidan bo'lgan Mahdiga urush qilish, ya'ni Fotimaning bolalaridan hisoblanadigan Mahdiga urush qilish uchun harakat qiladi. Allah harakat qilib o Mahdini öldürüş için zor bir qo'shinni vatidi. Bu qo'shin Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem'nin shahri Madinaga kirib, bu yerda nurg'un buzg'unchiliklarni olib boradi. Undan keyin yana bu qo'shin shu Mahdi Baytullohil Haram bilan panohlangan chog'da shu Mahdiga urush qilish uchun, Mahdini o'ldirish uchun bu odam qo'shinlari bilan shu Baytulloh tarafga yuzlanib mangadi. O yuzlanib mangan vaqtda o o'zining qo'shinlari bilan shu Makka bilan Madina o'rtasidagi bir sahroda bo'lganda Alloh uning barliq qo'shinlarini yer yutqizdi. Ulardan hech kishi qutula olmaydi. Faqat boshqa insonlarga yer yutilish xabarini beradigan faqat bir xabar beruvchi qoladi degan. Endi darsimizni xulosalaydigan bo'lsak, Payg'ambar alayhisolamning oilasidan, nasibidan ismi Payg'ambar alayhisolamning ismiga dal uyg'un keladigan, dadasining ismi Payg'ambar alayhisolamning dadasining ismiga uyg'un keladigan, ya'ni Muhammad ibn Abdullah ismli Mahdi deb ataladigan bir aynan chiqib, zaminni adolatga to'ldirishi mana bu qiyomatning qoim bo'lishining alomatlarining qatoridan ekanligi bugungi darsimizning eng muhim qismi hisoblanadi. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.